Hoy, bu yana nima bo'ldi? Krozoning iti. Shunaqa deb o'ylovdim. Hoy! Kela qol kuchukcha. Bu yoqqa kel. Menda shirin narsa bor. Itni jinimdan yomon ko'raman. Badbo'y mahluqlar. Nima qilyapsan? O'zingiz aytgandek, Kruzoni to'xtatib qolyapman. O'zimiz qanday qaytamiz? Uyimizda unga nima kerak? Injilim kerak deb o'ylayman. Nima uchun? Bilmadim. Axir men uni boshdan oxirigacha o'qib chiqqanman. Hech tushuna olmayapman. O'sha Injilda nima bor o'zi? Jerimay. Iltimos, axir siz bilan yarim dunyoni aylanib chiqdik. Shunday emasmi? O'shanga yarasha pul oldingiz. Uning uchun qo'limizni qonga botirishga tayyormiz. Marhamatingizni darig' tutmang, Jerimay. Agar Kruzoni qidirmayotgan bo'lsak, unda nimani qidiryapmiz? Meni butun mol-mulkimdan judo qilishi mumkin bo'lgan bir parcha qog'ozni qidiryapmiz. Hatto yer yuzidagi jami Kruzolarni supurib tashlasa ham arziydi bu. Sizga mol-mulkning nima keragi bor, Jerimay? Boshqa yo'li bor. Ha, daryodan suzib o'tamiz. Ha. Ispanlar daryodan suzib o'tish uchun askarlar sol yasashgandi. Bu esimda. Ortimdan. Yo, Parvardigor. Sen shunday yashay olarmiding? Xuddi maymunga o'xshab. Singling uchun omborni qanday jihozlashgani esingda bo'lsa kerak. Ha, unga o'sha yerda yashashni taklif qilgan. U esa rozi bo'ldi. Shundan keyin singlimdan ko'nglim qolgan. Janob Blackton. Balki u boshqa joydadir. Yoqib tashlang. Hammasini yoqing. Boshladikmi? Mayli.
Kechir meni, Robinzon. Bu yerda qiladigan ishimiz yo'q, Kruzo. Kruzo. Bu yer xatarli. Quloq sol menga. Biz shu orolning arvohlarimiz. Bizni topa olishmaydigan joyga yashirinamiz. Keyin ularni birma-bir o'ldiramiz. Kemani egallab uyga qaytamiz. Qanchalik sodda reja. O'zim ham soddadilman. Hammasi bag'oyat sodda. Nahotki shu yerda kuni bilan tursak, Jeremay, men kechirim so'rab bo'ldim. Daryoga tushish kerak. Odamxo'r baliqlargami? Agar suzish kerak bo'lsa, u birinchi suzadi. Tezroq. Menimcha bizni mo'jiza qutqarib qoldi. Bu mo'jiza emas, Robinzon shu yerda. Shoshilinglar. Solni topib olishdi. Juda kichkina, bittalab o'tishga to'g'ri keladi. Ular ayrilishini kutamiz. Chaqqonligini qara. Qochdik. 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 Robinzon. Menda siz qoldirgan bir narsa bor. Tushunarli. Buni ma'ni anglatishini bilasanmi? Oldin minnatdor bo'lgan odamdan endi nafratlanishim kerakligini. Shundaymi? Afsuski, hammasini tushuntirib bera olmayman. Kemangizga qayting. Meni o'sha yerda kuting. Ular nima bo'ladi? Endi ular men bilan. Men shunchaki suzib ketishim mumkin-ku, senga ziyon yetkazmay. Bilaman. Lekin suzib keta olmaysiz.
Ularning hammasini o'ldirishi mumkin edi. Bilaman. Ataylab mo'ljalga urmaslik kamsitishning o'zi. Rahmat senga. Solni ol. Jerimayni kuzat. Kemagacha tirik borishga ishonch hosil qilish kerak. Hech qanday tasodif. Hech qanday. Uni ko'zlariga tik boqmoqchiman. Ana u ikkalasi-chi? Lotsman, so'nggi imkoniyat. Qamchidan sergak tortish mumkinmi bilmayman, lekin hozir bilib olamiz. Ixtiyoringiz. Eshikni joyiga qo'y. Yana yo'l yo'q. Orqaga qaytishga to'g'ri keladi. Bu qiyin emas. Siz meni yonimdan o'tib ketishingiz kerak xolos. Havoga otish tentaklik bo'ldi. Axir har kim o'z jonini himoyalash huquqiga ega emasmi? Menimcha bu chaqiriq. U yolg'iz. Ishonching komilmi, Robinson? Qanday qilich o'ynatishingni ko'rganman. Unda hali yosh edim. Shug'ullanishga imkon bo'lganidan shubha qilyapman. Demak, ustunlik men tomonda. Hammasi o'zing yoqtirgandek tafli. Agar zo'rlik qilsa, yordamlashasan. O'ylashimcha uydan xabar kutib, ko'zing to'rt bo'lgan bo'lsa kerak. Ombor esingdami? U bizniki. Xotining va bolalaringni ko'chaga quvib soldik. Ularni Blackton olib ketdi. Axir u singling-ku. Otamni suyuklisi. Sen bilan aloqa qilib otamni haqoratladi. U yerda sevgiga boshqa o'rin yo'q. Holbuki Jerimay nimadandir umid qilgandi. Tashvishlanma, u bundan bosh tortdi, bilasanmi? Suzib ketishdan oldin u nima qildi? Uni jinni deb e'lon qildi. Bolalarni esa yetimxonaga berdi. Oilamizda telba bor. Qanday sharmandalik. Xuddi Kruzo bilan qarindosh bo'lishdek haqoratli. Men xafa bo'lardim, tafli. Agar har bir so'zing yolg'onligini unutgan bo'lganimda. Shunday ishonuvchanligingdan doim kulgim qistardi, Robinson. Ha, kulgim qistardi. Biz esa ishonuvchilar o'z boshiga orttirib olgan musibatlarga munosib deb hisoblaymiz. Jismonan ancha noziklashib qoldim. Atigi 6 yildan beri odamxo'r va qaroqchilar bilan kurashib kelyapman.
Janob Tafli. Menga hammasini ayting yoki qabrga olib keting. Tanlash o'zingizdan. Jeremyning akasi William Blackthorn esingdami? Boyvachchami? Ha. Meros katta o'g'ilga tegadi. Birga bo'lib olish mumkin emas. Qonun shunaqa. Agar William merosxo'r qoldirmay o'lib ketsa, meros Jeremyga tegishi mumkin edi. Xuddi shunday ham bo'lgan. Ha. Hamma shunday deb o'yladi. Onang William Blackthorn bilan bitim tuzgan. Uning bolasini qornida ko'tarib yurgan. U esa uni eriga savdogarlar gildiyasiga qo'shilishiga ko'maklashgan. Otam bunday qilishi mumkin emasdi. James Cruzo bu haqda bilmagan. Bu uning sharti bo'lgan. U bola o'ziniki deb o'ylashi va tug'ruq paytida o'lgan deb o'ylash kerak edi. Xotinim shunday ishga qo'l urishi mumkinligini tasavvur qila olmayapman. Seni deb. Seni bolalaringni deb Cruzo. Suzana har narsaga tayyor turardi. William Blackthornning o'zi tug'ilganlik haqida guvohnomangni yozgan. Bu esa sen va sening bolalaring Blackthorn mulki merosxo'ri ekanligini isbotlaydi. Sen juda boy odamsan, lekin boyligingni ko'rmagansan, Cruzo. Jeremychi? Qonunga ko'ra unga hech narsa tegishli emas. Hatto sen o'lgan taqdirda ham. Hammasi unga emas, balki seni bolalaringga tegadi. Meni o'ldirishdan qanday ma'no bor? Agar sen o'lsang, ularni asrab oladi. Agar ular voyaga yetguncha tirik qolishmasa, Hammasini o'zi oladi. bu gal esa umrbod. Axir uni tog'a degandim. U rostdan ham tog'ing bo'ladi. William esa Meni otam James Cruzo. Hayotimdagi haqiqat shu. Bir daqiqa vaqtimiz bor. Qo'lingni suvga tekkizma. Olg'a. Tezroq. qimirlasang o'lasan. Otsang bir chaqa ham ola olmaysan. Ayibga buyurmaysiz, ser. Nima? Cruzo tuzoqlarini o'ziga qarshi ishlatmoqchi bo'ldik. Ahmoqona emas, lekin boshqasini tutib oldinglar. Ortimdan kelyapti. Menimcha Jumavoy. Yovoya. Tuzoqni qaytadan qo'yinglar. U buni umuman kutmaydi. Tiriklay qo'lga olinsin. Bo'linglar. Balki shu yerda o'ldirib qo'ya qolarsan. Aytadigan gapim qolmadi. Ishon Samueljon deb o'ldirardim. Lekin meni majburlashmasa hech kimni o'ldirmayman. Seni deb ruhimni qurbon qilmayman. Qani ketdik. U onamni cho'ktirgan. Hech kim bilmaydi. O'zi aytmagan. Endi hatto u ham menga begona. Faqat hushingni yo'qotma, Cruzo. Men keng qamrovli, batafsil tekshirishlarimga ko'ra, erkaklar ayollar haqida faqat ular izn bergan narsalarni bila olishadi. Ana shunday. Nega bir-birimizga dushmanmiz, Samuel? Bilmadim, Cruzo. Pullar tufayli. Ahvol.
Bu yerda ahamiyati yo'q barcha narsalar tufayli. Ortimga o'girilishim bilan yelkamga xanjar sanchasan. O'ylab o'tirmasdan. Bu hayvon tabiatiga xos. Janob Blackton. Bo'ysun janob Taflini topdi. Krozochi, Yo'q. Tafli qochib ketishga imkon bergan shekilli. Nathan qani? Undan so'rang. Xanjarni olinglar. Men qurolsizman. Mahkam ushlanglar. To'xtang. Menimcha Robinzonda reja bor. Shundaymi? Agar qo'limda bo'lganda bu muzokara emas, intiqom bo'lardi. Muzokaralar? Sen menga nimani taklif qila olasan, Robinzon? Menda sizni qimmatbaho hujjatingiz bor. Uni o'zingiz olishingiz mumkin. Evazigacha meni oroldan olib keting. Roziman. Nima so'rayotganingni o'ylab ko'r, Kruzo. Angliyagacha yo'l yaqin emas. Xotinim va bolalarimga nima qildingiz? Ular xavfsiz joyda. Qaytishimni kutishyapti. Bir yolg'onchi uni jinnixonada desa, boshqasi hammasi joyida deydi. Qay biringizga ishonish kerakligini ham bilmayman. Qay biringiz yolg'on gapiryapsiz? Baxtli deya olmayman, lekin hech qanday ziyon yetkazishmadi. Kelgusida ham ziyon yetkazmasliklari haqida to'liq kafolat kerak. Kafolat? Sizni chin so'zingiz. Bu sen uchun nimagadir arziydimi? Men Injilni ushlab qasam ichganman, lekin qasamimni buzdim. Bu ham senga ma'lum. Ha. Sizni eng yaxshi odam deb hisoblardim, Jerimay. Endi esa oldimda atiga boylik qo'li turibdi. Xo'sh, mendan nima istaysan? Sevgan va yo'qotgan o'sha ayolingiz ruhi oldida qasam ichishingizni istayman. Uni Eliz deb atashardi, esingizdami? U akangizga o'g'il tug'ib berdi va James Kruzoga turmushga chiqdi. Uni siz cho'ktirdingizmi? Yo'q. Unda uning xotirasi nomi bilan qasam iching. Qasam iching. Qasam ichaman. Boyligini ko'kka sovurding. U men uchun hech narsa emas. Uyga qaytishni istayman. Senga so'z berdim. Lekin do'sting Jumovoy haqida hech narsa va'da qilganim yo'q. Jerimay! Kechir, Robinzon. Bu hayvon tabiatiga xos. Kayuta seni kutmoqda. Lekin yelkanlar ko'tarilganda do'sting cho'kib halok bo'ladi.
Daniel! Oyi! Unga tegmang. Mehr bolani buzadi. Uni savalashga to'g'ri keladi. Nari turing. Og'irroq bo'ling. Men shu bolaning onasiman. Bu bolalarning onasi yo'q. Bu yolg'on uchun sizga kim pul to'laganini bilaman. Bilaman. Pushaymon bo'lishingiz uchun keling, o'zim to'layman. Bunga 3000 yil bo'lgan. Bebaho javohir. Buni evaziga katta pul olasiz. Yoki butun umr rohib bo'lib qolishni istaysizmi? Xo'sh, nima deysiz? Safi! Hammasi joyida. Bo'la qol. Hammasi yaxshi. Hammasi joyida bo'ladi. Ana, seniki mang suzib ketyapti. Bilaman. Silka. Nega sakradik? Kapitan ko'zda qon tomchisini ko'rdim. Qora chechakning birinchi alomati. Losmon bortga olib kelgan. Bu kemadagi hech kim Angliyaga yetib bora olmaydi. Kim bor? Hammasi tugadi. Endi hammasi tugadi. Qayoqqa boramiz? O'zimizga yangi uy topamiz va otangizni kutamiz. Sizlarni yashirish kerak. Ulardan voz kechgansiz. Endi ular farzandingiz emas. Ular Blackturn mulki merosxo'rlari. Jeremy Blackturn esa yo'q. Qani olg'a! Do'stim, hayotim maxfiy reja bo'yicha kechayotganiga ishonaman. Ushbu sinovlardan maqsad Tangriga ayon. Kun kelib ulardan o'zim ham voqif bo'laman. Ungacha kutamiz. Keyingi safar itni ham ola ketamiz.